Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Garo kanali va Kristallarimiz marafonimizni davom etkazamiz. Ulanmadık bursa. Jackpot çıkmayapti. O'ta qattiq tushdi, o'ta qattiq. Mana shu kerak bizga. Hamisha shu kerak. Hamisha shu jackpot kerak mana. 10.000 kuga salgan. 600 yap chiqib qo'yamiz hozir. Chiqdi. Endi nima kerak? Endi biz kristal o'ynashimiz kerak emas. O'z balansi kichkina bo'lyapti. Yana yangilanish bo'ldi. Kecha ilova yangilandi. Shunga balans kichayib bo'lyapti. Raqam qaranglar. Kichkina turibdi. Balki kichkina summada kattaroq ko'rinar bilmadim. Nima buni qo'yib qo'ygan ayronman. Nima o'ynaydik? Futbol kap o'ynaymiz yana jahon chempionati. Yana yilgi jahon chempionatiga chiqish nasib qilsa bizga ham, O'zbekistonga ham. Hech kasting tusholmayman. 100 ming so'm desa osonroq bo'ladi hech kasting tushirishimiz. Bilish osonroq bo'ladi. Birinchisidan balo ham tushmadi. Ikkinchisida ham, uchta ham. Balo qaytgan tuydu ketma-ket. Bu o'yinda balans ko'tarsa ham hech o'ynab ko'rmayapmiz, chunki kontent oz beradi. YouTube oz beradi juda ham o'yin. Lekin zo'r tushdi buni hozir bilay. Necha edi? E'tibor bering qo'pdan. Yaxshilik o'yinga yana qaytamiz menimcha boshqa kuni. Boshqa payt hozircha chiqamizda, balandlikka bosib qo'yib keyingi videoda boshlaymiz. Hozir chiqdik. Buni ko'raveramiz ekan endi. 132 604. Ha, bo'ldi mana. Keyin yo'qotish kerak ekan, katta ekan. Bo'ldi, chiqdi omadimiga.